Assalomu alaykum bolajonlar. Demak, sizlar bilan yana qiziqarli musobaqa o'ynaymiz. Mana bu tangang rasmlarini mana bu qog'ozga nima chizish. Kim birinchi chizib bo'ladigan bo'lsa, mana mevalar yoki o'yinchoqlarni birini qo'lga keladi. Tayyormizmi? Bayroq yer tomon. Boshlaymiz. Yer tomon. O'zingnikiga qara. Qani chizib bo'ldingmi? Chizib oldim. Vale. Qani? Qani kimniki chiroyliroq chiqdi. Sarvarniki bunday bir aniqroq chiqqan-a menimcha. Lekin aslida unaqa chizilmaydi. Mana buni shunday qilib ishlab turgin. Telefonda ishlab tur. Tepadan, Aslida unday chizilmaydi. Aslida mana buni bunday qo'yib, buni orqasi bilan chizish kerak ekan. Va. Kimniki? Yaxshilab uni qilmagan ekan. Men qalamdagi unaqamasda. Mana shunday qilib chizsa, tagi yaxshi chizmagan ekan. Aniqroq bo'lib chiqqan bo'lar edi. Bu o'yinda g'olib men bo'ldim. Ikkalangizga nima chiqmadi, yaxshiroq chiqmadi. Bolajonlar bilan xayrlashamiz.